Ozgina o'tiraylik. Hop, kel. O'rtoq, senim chet elga o'qishga harakat qilib yurgandik-ku. Ishonasanmi? Grant asosida o'qishga qabul qilishdi. Endi maza qilib chet elda o'qiydi. Voy, muncha zo'r bo'pti-ku. Tabriklayman. Menga qarasan, seningni kimga qizig'i bor, namuncha maqtanasan, maqtanchoq. Ha, aytgancha o'rtoq. 2-3 kundan keyin o'zim orzu qilgan mashinam bor-ku. O'shani salondan olib chiqaman. Zo'ra, shunaqa xursand bo'lib ketyapman. Voy, xayrli bo'lsin. Endi maza qilib mashinangda yurarkanmiz-da. O'rtoq, senga juda ham havasim keldi. Menga ham shunaqa salondan yangi mashinada haydab chiqish nasib qilsa, sen uchun juda ham xursand bo'lib ketyapman. O'rtoq, o'qishga dokumentlaring tayyor bo'lib qoldimi? Mana hamma dokumentlarim taxt qilib qo'yganman. Orzu qilgan o'qishimizga tezroq borib topshiraylik. Faqat senga qarab turibman. Ha, men ham dokumentim bitishiga ozgina qoldi, bitib qoladi. Men dokumentimni boshqa o'qishga topshirib bo'ldim. Battar bo'lgan, sen hali ham meni kutib yuribsan. Ha, o'rtoq, kecha sendan meni surishtirib ketishgan, o'shanda nima deding? Biz hali gaplashganimiz yo'q-da, eta qol. Ana bola haqida so'rayapsanmi? Gaplashdim. Rostini aytdim unga. O'ziga o'xshab, xulqi ham chiroyli dedim. O'rtoq, ishonasanmi? O'zi ham juda yaxshi insonga o'xshab ko'rindi. Ziyoli oiladan ekan. Menimcha, o'ylab ko'rsam bo'ladi. Rostdan ham juda ham yaxshi inson ekan. Menga ham sendek chiroyli baxt nasib qilsin, o'rtoqjon. Voy, rahmat o'rtoq. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Aytganing kelsin. Meni eng yaqin o'rtog'imsan.